Mal dünyadan bekrek kızımızdan bəxtini oylashib qo'ydi. Hozir uyga qaytqach bir og'inam telefon qilibdi ekan. Bu og'inam bir muhabbet bilan shunda yaxshi yurayotgan necha yil bo'lgan. Bular hamda mushili to'y qopimiz deb tayyorliklarni qilib qolgan vaqtida cho'nglar kelishamidi deb kelibdi. Nima sababga desam, dadni telefon qilibdi. Qizning ota-onasi 100 ming koy to'yliq cho'qim idora organida ishlash kerak. Bunda deb bir besimdan sapti. Bu bolam idora organida ishlamaydi. Bizning bu oila kelib chiqishi manjibek iqtisodiy yaxshi emas, lekin shunda istil yaxshi bo'ldi bu. Biz bermayman deb turibdi. Qanday qilsam bo'ladi deb. Endi ajrashayotganlar shunda jiq chiqyapti, hammamiz ko'ryapmiz. To'y qilganlardan ajrashganlar jiq. Men o'zim to'yni ishini qilgan bilan to'yni ko'chirib qo'yib bir ashkaydi ekan so'rasak yo'q va ishni qilsana deb. Sizlarcha men shu ba'zan bir qism ota-onalardan so'rab boqay. Shu to'yliqni albatta to'yliqni berasizlarga. Shu qizinglar ashni uyga berib, shu gap bir ömür pişanından ketmeydi. Aşkına oylanlar, aş pul qanchalik yetasizlar, qanchalik xajli yetasizlar. Aş manchalik çoxunmuşda qilish kerak deb. Ba'zilar vaqtga shunda yaxshi tuyutib, shaxsan mening qaynotamimda 10 tonlarni akasingizdan berma degan ayni vaqt opamga. Nima qildi bizmi o'zimizning ko'nglini ilib borgan shu vaqtida çay qilgan kuni esimda hozircha kallamga ketmaydi. Oilada ham urush bo'ldi. Ammo ba'zan ayolim bilan ancha-muncha surkilish gap qilishlar bo'ldi. Shu vaqtda shaptan o'zim besib bir yig'iz gapdan o'zim kam qilib oldilar deb chiqdimay birdan keyin kelsak 10 yillik bo'ldi. Shu qaynotam shu qizimning ko'zini yashaqmasdan bo'ldi bir qiz. Namda deb to'yliq pulini qarabmi qo'ymay ayolimga bergan. Bu sening rizqing bo'lam deb. Dese men qaynatam desuldu, men qaynatam javuşu doktor adam. Hali özü güçlük nemisi bor adam bo'lmasa. Ba'zanlar ashta o'ylayotgan biz ba'zanda u pulni tapa, manch pul, cho'qim akirsa andamında deb. Aşkısının mehr muhabbetini tapa olamda sizlarcha. Hozir sab muhabbet az qoldi andamda deydi hamma bolalar. Amaliyat bor. Ba'zan bir ashta sabablar tufayli atrofimiz jiqqonda pul jihatda kelishamay to'yni qilmaydigan. Shundami? Bu gapni qisqartiriblamday bir ömür qizinglar ashlarning uyida turdi. Pul misatdan bekrek, mal dunyodan bekrek qizimizning baxtini o'ylashib qo'ydi. Mana qiz o'layotganlar. Qizimizning baxtini bekrek o'ylashib qo'ydi. Bir ömür ma pişanistin ketmeye kalmışsın. Sizlerinin bazen bir azraq nefs xahişinlarının kayını kirkitip qıp koygan gap sözünler, şirketlerinler bunun sebebinden kızınla cevap atmamışsın. Aş pulni haq bereleydi o 5-600 ming to'yliq bereleydigan adam gibi bersanlar meyli. Aş pulunlar tugaydi. Lekin aş 100 ming akiramagan aş o'g'a valla qadrlagandek qadrlayasiz bo'ldi.